Biskvit eng muhimi baland bo'lishi kerak deganlar qattiq adashishadi. Xo'sh, u holda qanaqa bo'lishi kerak? Bu yoqqa keling, ko'rib chiqamiz. 8 dona muzdek tuxumga 12 osh qoshiq shakar, 14 osh qoshiq elangan un, 10 osh qoshiq muzdek suv, Razor Avalex kraxmalini solib yaxshilab ko'pirtiramiz. Shu joyda mikseringiz tezligi juda ham yaxshi bo'lmoqligi darkor. 25 diametrli qolip tagiga folgani joylab, massani solib, chetlarini ko'tarib qizib turgan duxovkaga yuboramiz. Biskvitim pishgunga qadar kechagina o'g'lim chizib tashlagan kiyimadagi ruchka dog'larini ham ketkazishga ulgurdim. Kiyim ustiga parashokdan soling, qaynagan suv quying. Reaksiyaga kirishgach, birozgina iviting. Yengilgina chayib olsangiz, top-tozagina bo'ladi. Allergiya qo'zg'atmaganligi sababli hatto chaqaloqlar kiyimiga ham ishlatsangiz bo'ladi. Bu orada biskvitim ham do'mboqqina bo'lib pishib chiqdi. Biskvitni shartta qolipidan ko'chirib olmang. Obdon sovutib, so'ngra ko'chiring. Biskvit eng muhimi, paxtadek yumshoqqina, oppoqqina. Bitganda tomog'ingizga botmasligi darkor. Bu retseptni biskvit o'xshamaydigan dugonangizga yuborib qo'ying.